Assalomu alaykum. Bugun 10-dars lug'atlarni o'rganamiz. Xoyyatu tikuvchi, najjarun duradgor, xoyyatuna tikuvchilar, najjaruna duradgorlar, haddadun temirchi, qassobun qassob, hallaqun sartarosh, farroshun farrosh, dallalun dallol, mallahun kemachi, xoyyatuhu uning tikuvchisi, najjaruka sening duradgoring, haddadi mening temirchim, xobbazu aliyin alining nonvoylari, xoffafu xolidin xolidning etik do'zlari, hammalul ag'niyai boylarning hammollari, dallalut tujjari tijoratchilarning dallollari, muallimuhum ularning muallimlari, xobbazun nonvoy, xoffafun mahsudoz tufli furush, qossorun kir yuvuvchi gazlama oqlovchi, hammalun yuk tashuvchi hammol, fallahun dehqon, battolun ishsiz, xoyyatuhum ularning tikuvchilari, najarukum sizlarning duradgorlaringiz, haddaduna bizning temirchilarimiz, qassobu aliyin alining qassoblari, hammalul g'oniyi dallalut tajiri tijoratchining dalloli, muallimuhu uning muallimi, muallimuka sening mualliming,